Ijara puli. Salom, men keldim. Ijara pulini olgani. Salom, yaxshimisiz? 2 kundan keyin qilib beraman. Menga faqat bugun kerak, tushundingmi? 3 oydan beri arida pulini berganing yo'q. Agar to'lamasang, men Ana shunday qilaman. Naqd $200 turardi. Menga buni qizig'i yo'q. Menga ijara pulini tezroq qaytarib bersang, men tinchgina ketaman. Bo'lmasa hamma buyumlaringni sindirib tashlayman. Yaxshi ish qilmayapsiz. Yo'q, hammasi joyida. Men seni kutib turaman. Tezroq ijara pulini chiqarib bergin. Tushundingmi? Tezroq pulimni chiqarib ber, bo'lmasa o'zingdan ko'r. Senga yana qancha yalinishim kerak o'zi? Hali berib pulim yo'q-da, xohlasangiz 5000 so'm berib turaman. Borim shu. 5000 ni tiqib qo'y, tushundingmi? Bo'ldi, boshqa chida olmayman. Voy bля, tezroq doktor chaqirmasak bo'lmaydi. Yo'q, doktor kerak emas. Men yaxshiman. Xo'sh, bemor, ahvollaringiz qanday? Qo'lingiz og'riyaptimi? Barmog'ingiz og'riyaptimi? 21-si og'riyaptimi? O'pkangiz og'riyaptimi? Jigaringiz og'riyaptimi? Orqangiz og'riyaptimi? Menimcha buni tili og'riyapti. Kel, yaxshisi buni dorilarni o'tkazib keyin olib ketamiz. Avval pulini berish kerak, tushundingmi? Yo'q, kerak emas. Bitta ishni hal qila olmadingmi?